Assalomu alaykum. Mana men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan kelganman. Kelgan paytimda juda og'ir e, xastalikda keluvdim. Menga bronxial astma 4-bosqich tashxisi qo'yilgandi. Mana shu Aram klinikasida kelib lecheniya olib, mana hozir Xudoga shukr juda zo'rman. Natija men hech bunaqa natijaga erishmagandim. Hozir bu natija men uchun juda zo'r bo'ldi. Hozir bugungi qayta tekshiruvda 100% natijani mana ko'rsatdi. Mana shu vrachlarimizga, shu klinika nimalariga juda kattakon rahmat. Alloh rozi bo'lsin bulardan. Mana shu kelayotgan bemorlarda ham hozir gaplashdim. Kimlar hamma rozi, hamma juda natijasi yaxshi bo'lgan. Undan keyin ham hammaga omad tilaymiz. Vrachlarimizni qo'llari dard ko'rmasin. Xudo rozi bo'lsin.